Shu makiyajni qilamiz. Barcha sirlari bilan. Birinchi baza pod makiyaj qilamiz. Keyingisi qoshga fiksator, mana bu Lux Visage. Men bugun yuzimga BB krem surtmoqchiman, chunki нежное покрытие beradi. Нежное, легкое покрытие beradi. Navbat teniga menda Estee Lauder, mana bu rangidan ishlataman, как baza. Va Dior, mana bu shimmerni ko'zimning chetiga ozgina глубокий взгляд bo'lishi uchun. Всё, eng ответственный moment, menda podvodka sinib ketgan, qo'limdan tushib ketdi. Chiqsa zato chizadi. Menda qizil pomada bo'ladi, o'ylaymanki, bu strelkalar unchalik yarashmaydi. Unda to'ldirib chiqaman. Strelka olamiz. Ichini to'ldiramiz. Bir xil bo'ldi, ikkalovi ham. Tush ikki xil ishlataman, Sky High и Vivienne Sabor. Bunda alishtiraman-da, bunda ishlataman. Asalchi bo'lib qoldim. Men bitimdagi strelkani qilmadim hozir. Shu desanglar makiyaj men uchun bir lotereya va bugun omadim kelmayapti. O господи, nima qildim? Tom. Vertolyotga o'xshaydi. Endi navbat pudraga. Pudra menda Chanel yangi, нежный teksturasi. Qo'rqmasdan vez yuzimni matvoy qilaman, chunki qizil pomada qilaman. Yuzimni qanaqa matvoy qilib qo'yganini ko'ryapsizlar. Shedevr. Labimni qalam Mister 776. Qizil pomadam Gold Rose 18. Byudjetli bo'lsa ham, zato stoyki va rangi juda chiroyli, bogатый prям. Konturni olsa qilamiz. Холодный оттенок bo'lganmi, bilmadim. Hourglass paletkani ishlatdim. Mana bu ottенкdan. Va mana bu shimmeridan ham qo'shaman qo'lim bilan faqat. Va mana bugungi obrazim tayyor. Chiroyli qo'yadinglar.